Navoiy akalar, shettamsizlar. Bugungi mavzuyimiz sizlarga eng kerakli mahsulotlardan biri xamir qilish mishalkalari haqida bo'ladi. Hozirgi kunda do'konimizda mavjud mishalkalardan 50 kilolik Ninova hamda chagdash modellarniki bor. Xo'p, chagdash modelimiz bilan Ninova'ning nima farqi bor deydigan akalarimiz uchun chagdash modelimizning qozoni sal kengroq bo'ladi. Ninova modelimizniki bo'lsa sal chuqurroq bo'ladi. Ikkalasini ham motorlari 1.1 kilovat, 224 ga bemalol ishlayveradi. Uy sharoitida ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bularga bemalol 50 kilo unni solib, xamir qilsalar ham bo'ladi inshaalloh. Bizda undan tashqari 35 kilolik modelimiz 0.7 kilovat motor bilan jihozlangan bo'ladi. 224 ga bemalol ishlayveradi. Xo'p, 35 kilolik modelimizga 25-28 kilo atrofida un solib, 35 kilo xamir qilsalar ham bo'ladi. 35 kilo un uchun emas, shuni ogohlantirib o'tamiz. Undan tashqari 25 kiloligimiz ham xuddi shunga o'xshash 25 kilo un solib bo'lmaydi. 15, 18, 20 kilogacha un solsalar ham bo'ladi. Undan tashqari 15 va 10 kilolik modellarimiz, kichkina modellarimiz ham bor. 10 kilolik modelimizga 5-6 kilo un solinadi. U ham o'sha 10 kilo xamir qilib beradi. Xuddi shunga o'xshab 15 kiloligimiz ham 10 kilo un solasizlar, 15 kilo xamir qilib beradi. Bizda bundan tashqari chuchvara, lag'mon, somsa, shunga o'xshagan xamirlarni, uy noni, shunga o'xshagan patir nonlarni qilish uchun mo'ljallangan qattiq xamirlarni qilib beradigan Xitoyda ishlab chiqarilgan mishalkalarimiz mavjud. 50 kiloligiga 35 kilo un solinadi. 35 kilo unda 50 kilo xamir qilib beradigan modelimiz bular. Buni ikki xil pozitsiyasi mavjud bo'lib, bittasi 380 da ishlaydi, bunisi bo'lsa 220 da bemalol ishlayveradi. Oldiga, orqaga aylanadigan bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Oldiga, orqaga ishlatib. Undan tashqari hozirgi kunda 25 kiloliklarimiz bor edi. Xudo xolasa video qo'yilib, joylangunicha 25 kilolik modellarimiz ham keladi. 25 kilolik modelimizga ham 15-18 kilo un solinadi. Undan tashqari 15 kilolik pedalli model. Xo'p, bu eng monsterlaridan. Buni sizlarga bir tushuncha berishlik uchun o'zini kilosi 150 kilo. Bu juda ham og'ir, o'zining g'ildirayi bor. Bemalol xohlagan joylaringga olib ishlatsalar ham bo'ladi. Undan tashqari 15 kilolik modellarimiz ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. Bu ham bemalol oldiga, orqaga ikki tomonga aylanib ishlatsa bo'ladi. Bunga 10 kilo un solasizlar, 15-18 kilo atrofida xamir qilib beradi. Undan tashqari kichikroq kerak deydigan opalarimiz, akalarimiz uchun xo'p, 13 kilolik modelimiz bor. Bunga 8 kilo un solasizlar, 13 kilo, 14 kilo atrofida xamir qilib beradi. 15 kiloga olib chiqmaydi. Shuni yana bitta ogohlantirib o'tib qo'yamiz. Buni 13 kilolik bilan 15 kilolikda narxida ham ozgina kattaroq tafovut bor. Sababi katsasida ham ko'rib turibsizlar, ozgincha farqi bo'ladi. Shuning uchun bitta narxi buni $360 qilib beramiz. Xo'p, bu modelimiz bo'lsa $320 sotganmiz, $300 qilib beryapmiz. Hozir Ramazon oyi munosabati bilan. Faqat aytgan narxlarimiz Ramazon oyi uchun amal qiladi xolos. Pedalli modelimizda $420 qilib beramiz. Xo'p, 35 kilo solinadigan prostoy model deyiladi. Bu ham o'sha atrofi nержавейка bo'lmaganligi uchun prostoy model deyiladi. Lekin ishlashlari, motorlari, zavodlari hammasi bir xil bo'ladi. Bu hamma mishalkalarimizda. Xo'p, bu 35 kiloligimizni $650 qilib beramiz. Xo'p, 380 to'klanishga ishlaydiganimizda esa $750 qilib beramiz. Faqat bu narxlarimiz Ramazon oyi ichi amal qiladi. Turkiya mahsulotlarini ham narxlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 50 kiloliklarimizda $790 qilib beryapmiz, ikkalasini ham. Bundan tashqari Ninova modelimizda 1.5 kilovatli motorligi ham bor. 1.5 kilovatligini ham o'sha $790 qilib beramiz. Ramazon oyi ichi faqat bu narxlarimiz. $640 35 kiloligi, $590 25 kiloliklari, 15 kilolik modelimizni xo'p $500 sotganmiz, $490 qilib beramiz, $440 10 kilolik modelimizni qilib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Undan tashqari esa biz do'konimizda hozirgi kunda sal ozroq qoldi, lekin xudo xolasa video qo'yilguncha yana keladi qolgan modellarimiz. Spiral miksirlar. Spiral miksirlarda ishlatadigan odamlar o'zi juda yaxshi biladi. Bu eng professionalni xamirlarni qilib berish uchun har xil pechenilar, kruassan, shunga o'xshagan pishiriqlarni pishirish uchun mo'ljallangan. Ikki xil tezlikda ishlaydigan modelimiz bular. Xo'p, yashil knopkani bosishlik bilan sekin tezlikda ishlaydi. Sariq knopkasida tezroq aylantirib,
qattiq xamirlarni qilib beradi. Qattiq va yumshoq xamirlarni bir xilda qilib beraveradi. Undan tashqari taymeri bor. Taymerga qo'yishlaring bilan, misol uchun sizlar 10 minutga qo'yib bersalaring, 10 minutda xamirda aralashtirib, 10 minut bo'lganda rosa o'chadi. Undan tashqari bistra stopi bor. Bu tomoni yosh bolalarga ham yaxshi tomoni, knopka ichkarida turgan holatda knopkalar bosinsa ishlamaydi. Qachonki buni tashqariga chiqarib qo'yiladi, shunda ishlaydi. Yana xavfsizlik tomonidan yaxshi tomoni, mana og'zidagi setkasi ko'tarilishligi bilan, mana shu holatga kelishligi bilan o'chadi, ishlamaydi. Qachon setka yopiladi, shu holatda ishlaydi. Hozirgi kunda bizda 45 litrli hamda 54 litrli modellarimiz bor. 54 litrligimizni narxiga keladigan bo'lsa, 54 litrligimizni $1050 sotganmiz, $1000 qilib beramiz. 45 litrligimiz bo'lsa $900 qilib beryapmiz. Undan tashqari ko'rib turgan modellar usti sariq modelimiz 20 litrli bo'lib, bu eng professionalniy xamir qilish uchun mo'ljallangan spiral mikserimiz bo'lib, bunda xo'p, ishlatadigan odamlar o'zi juda yaxshi bilishadi. Buni xoling oldiga, xoling orqaga aylantirsangiz bo'ladi. Undan tashqari tezliklarini o'zidan regrovka qilsalar ham bo'ladi. Mana shu joy orqali bemalol regrovka qilaverasizlar. Qozonini aylanishini, taymerlarini qo'ysalar ham bo'ladi. Hamma yo'q bo'ladi. Undan tashqari pishiriq pishiradigan opalarimiz, akalarimiz uchun pishiriq har xil biskvit, shunga o'xshagan pishiriqlarni pishirish uchun 30 litrli mikserlarimiz ham bor. 30 litrli mikserimiz ikki xil bo'lib, birinchisi oq, ikkinchisi seri modelimiz. Seri modelimiz narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. Ramazon oyi ichi $430 qilib beryapmiz. $420 qilib beryapmiz Ramazon oyi ichi. Undan tashqari oq modelimizni, xo'p, buni $400 qilib beramiz. Ikkalasida ham 3 xil nasatkasi bo'ladi. Vinchiga, lapatasi va spiral nasatkasi bo'ladi. Tezlanishi 3 xil skorostda ishlaydi. O'zlarini nima mahsulot qilayotganlaringga qarab tezligini regrovka qilsalaring bo'ladi. 224 ta bemalol ishlayveradi. Ko'rib turgan hamma modellaring, faqat o'sha 35 kilolik qattiq xamirda qiladiganimiz 380 xolos. Qolgan hamma modellarimiz 224 ta bemalol ishlayveradi. Uy sharoitida ham bemalol ishlatsalang bo'ladi. Undan tashqari 20 litrligimiz bor. 20 litrligimiz ham xuddi shunaqa 3 ta nasatkasi bo'ladi o'zi bilan va 3 xil tezlikda ishlayveradi bemalol. Ko'rib turishingiz mumkin. 1 kilovat motor bilan jihozlangan bo'ladi bu modelimiz. Undan tashqari 15 litrligimiz, 15 litrligimizni hozir sotib oldik. Shuning uchun skladdan olib chiqib ulgurganimiz yo'q. Nalichida bor inshaalloh. 15 litrli modelimiz ham o'sha 3 ta nasatkasi va 3 xil tezlanishda ishlaydigan bo'ladi. 15 litrligimizning narxiga keladigan bo'lsak, $360 qilib beryapmiz Ramazon oyi ichi. Undan tashqari 10 litrligimiz bor, 7 litrligimiz va 5 litrli modellarimiz ham bor. 7 litrli modellarimizning narxlarini super chegirma narxi $200 dan qilib beryapmiz. 5 litrligimizga bo'lsa chegirma narxi chiqmagan. Shuning uchun $220 qilib beramiz. 10 litrli mikserimizga keladigan bo'lsak, 10 litrlikda $320 qilib beryapmiz Ramazon oyi ichi.